Assalomu alaykum hurmatli Prezidentim Shavkat aka Mirziyoyev. Men Xorazm viloyati Gullan tumani Bo'zqala mahalladan Do'satov Baxtiyorman. Do'satov Baxtiyor. Mening aytacak murojaatim shuki, yilda suv masalasi bo'yicha ko'p aytaman. Baribir takror aytgan bilan bu e'tiborga bir olinsa bir olinmay ketdi. Mana hozir Chexning suv jarayon chiqib turgan yerning qaptalına keldim mana. Kaptalında başlanışından şalı egişler başlangan, zakoni şalı egilgen. Mana Chexdan kelip turgan suv. Mana ana suv kelip turgan, jallı suv kelip turgan suv. Mana anyaqlara mana şalı. Ana bari şalı. Ana shunday. Prezident va Xorazm viloyati hokimi, suv xo'jalik boshliqlari. Xudoyim sog'lik, salomatlik bo'laversin. Sizlarga kuch-qudrat tilaymiz. Xudoyim sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Oilangizga ham sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana endi suvdan chiqib turgan jarayonni ko'rgazaman menga. Ana suvdan chiqib turgan jarayonni. Ana bu suvlar nega ketib turibdi? Nishib turibdi bilmayman. Ana shu men shu Do'satov Baxtiyor Saparovichman. Ana bu buloqqa chiqib turgan buloq bu suv. Mana buloq bu. Buloq hiç bu suv muammosuna gap yo'q. Lekin shu suv rejadagiday o'ylanib, rejadagi planlashtirgan yerlarga berib turibdi bu suvlar. Bu suvlar nerga ketib turibdi, nishib turibdi bir Alloh taolodan boshqa bandasi bilmaydi qanaqa. Ana shu mana. Ana shuning uchun bir Prezident Shavkat aka Mirziyoyev ana shu to'g'ri yondashgan holda Xorazm viloyatidan bir suvlar bo'yicha nazorat odamlarini yaxshi kuchli nazorat qildirib qo'ymasa bu mana suvlar ham baridan bu zakashkadam keltirib qo'ygan yerlar bo'lishi mumkin. Men ham bir aylanib ko'rishim mumkin bir yerlarni-da. Bu suv degan muammosini axir bir yaxshi foydalansak, ana shu suvlar aholi xonadonlar yerlarimiz qaqrabatdi. Pomidorma, boshqa vajma hozir ikinci gerçi piyaz degenler yegelmez mi? Bu yerde bizlerde hazır kaynakay o meşeş, çimiçkaya degenler yegelmey. Fakat salı yegelip yatkanı şuydu. Yani şunun için bir karab bir toğru yantaş bir nekstek prezident'ta daim sağlıkta, salametlikte bolik. Nek yaxşı niyetleriniz oraya kaçar. Özbekistanımız sağ olsun, salamat olsun, tırşılık olsun. Daim bana suv degan bar Xudoga shukr. Lekin shulardan to'g'ri yantashib olib bo'lishimiz, foydalanishimiz kerak. Mana zakashlardan suv ko'p. Ana sog'lik, salomatlik Xudoyim. Ana men hozir ayni oldim. Ana suv. Ana hurmatli o'rtoqlar, ana men Do'satov Baxtiyor Saparovichman. Xorazm viloyati Gullan tumani Bo'zqala mahalladanman. Ana suv bor mana Xudoga shukr. Lekin shuni to'g'ri foydalanib bilmaymiz. To'g'ri nazorat yo'q. Shu nazorat qilmayton gidrotexnikmi, suv Gullan tumanida suv bo'yicha yashullarmi, bularni o'zgartirish kerak. Haqiqiy ishlaydigan, haqiqiy ko'kragida vijdoni bor odamlarga berish kerak. Avvalambor birinchi navbatda aholining devaraklarida yerlarni suv bilan ta'minlash kerak. Hamda prezident aholiga yaqin yerlarga shali egilmas to'g'risida men ko'p takliflar qilib chekka hududlarga chetga bu shali degan egilgan nafaslardan bo'g'atan nesi bor buning shalining yaqinlarida bo'lsa aholiga. Mana 40 gradus, 50 gradus, 60 gradus ısılarda adamları o'ltirishga demak issida. Shali aholiga yaqin egishni oldini olish kerak. Taklif mulohazam shu. Prezident Xudoyim sog' bo'ling, salomat bo'ling. 100 yoshdan prezident bo'lib turavergaysiz Xudoyim. Kaptanimizda Jo'rabek Rahimovlar ham yuraversin sog'lik, salomatlikda. O'tkirbeklari ham endi shuning uchun sog'lik, salomatlik tilaymiz. Suv xo'jaligi o'tkirbeklari ham sog' salomat yuraversin Xudoyim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biza Xudo qalasa qo'limizdan kelgancha yerimizga, yurtimizga halol mehnat etib, mutqa xizmat qilib beramiz ana. Prezident. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling.